Og'aynilar, hamma kartoshka qayoqqa ketdi? Fermada meni shuncha kartoshkam bor edi-ku, nima uchun bu yerda kartoshka yo'q? Qo'shni kartoshkam ko'rmadingmi? Qani meni kartoshka? Shuni aytaman demayman. Bilmaysan nima qilamiz? Qanaqa kartoshka qishloqimsan? Ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Nima hech kimning kartoshkasi yo'qmi deyman? Hech kimda yo'q kartoshka. Kartoshka degan o'zi kartoshka. Bu kartoshkani topmasak bo'lmaydi. Mening pulim kerak. Nimaga bu yerda bo'lmaydi? Kartoshkani topib ber, kartoshka. Jinurson buncha jitellar ertalabdan baqirishadi. Nima bo'lyapti? Kartoshkalar qani? Tushunmadim. Hurmatli qishloq aholisi, kartoshka qani? O'zimiz ham hayronmiz, hamma kartoshka yo'qolibdi. Seni fermangchi? Meni fermamda sabzi edi. Omading kelibdi. Hamma kartoshkalar yo'qolibdi. Yo'q, nima bo'ldi kartoshkalarga? Yo'qoldi, hammasi topolmayapmiz. Slayder endi nima qilamiz? Kartoshka yo'q. Jinurson, balki yo'qolgan qiz olib ketgandir. Yo'qolgan qiz? Yo'qolgan qizmi, tomi ketgan qizmi, qaysi edi? Tomi ketgan qiz. U olib ketgan bo'lishi ham mumkin. Qiziq. Qani bu yerda nimalar bo'lyapti? Mana bu yerda kartoshka bor ekan-ku. Ha-da. Hayronman. Tak. Janob mer. Mer ko'rinmayapti. Ha, mayli. Jitellar. Qalaysan Slayder? Yaxshi. Kartoshkalar qani? Bilmasam men hayronman. Seni anavining olib ketgandir. Kimim? Tomi ketgan qizing. U meni qizim emas. Kartoshka yo'q, rostdan hamma yo'qda. Bu yaxshi, chunki kartoshkalarni hammasini asla men o'g'irladim. Ajoyib, chunki hammaga salomlar. Mening ismim Slayder va yangi videoga xush kelibsizlar. Men qishloqdagi hamma kartoshkalarni o'g'irladim. Mayli, qanday men? Meni albatta sheriklarim bor edi, chunki kartoshkalarni hammasini o'g'irlab sotib yuborib cho'ntakka urishga qaror qilgandik. Jitellar yomon bo'libdi. Yaxshi hamki meni fermamda uyim yonida sabzlar turgandi. Omading kelibdi. Ana meni uyim, kamera ham bor. Shuning uchun ham balki hech kim o'g'irlamagandir sabzilarimni. Ko'ryapsizlarmi do'stlar mana buni? Yaxshi, nimaga qiyshayib qoldi kamera? Jinurson, tak. Xullas, men hozir podvalimga tushib chiqaychi. Podvalimda hech qanaqangi yomon narsa yo'q albatta. Bu yerda chunki shunchaki oddiygina dush turibdi, lekin bu dush aslida oddiy dush emas. Bu yerda albatta yuvinish mumkin, lekin bu shunchaki e'tiborni chalg'itish uchun. Tagiga o'tirmayman, chunki hozir xul bo'lib qolaman. Asosiysi mana bu yerdagi fake bloklarni orqasida. Va bu yerda buni ko'rib turibsizlarmi? Qancha ko'p kartoshkalar. Bularning hammasi meniki va bularning hammasini sota hamaydi. Sheriklarim ham olishadi. Nima uchun ko'krakka o'xshaydi? Hamayli. Xullas, gap shundaki do'stlar, bu yerdagi hamma kartoshkalarni biz sotamiz va pulini boyatgandek bo'lishib olamiz. Bu yerda men, yana bir jitel va albatta jitel mer bor. Chunki jitel mer siz bu ishlarni hammasini qilishni iloji bo'lmas. Nimaga chiqa olmayapman? Tushunmadim, shu yerda edi shekilli. Xuddiki backrooms. Mana bu tarafda adashib qolish hech gap emas. Chiq bu yoqqa, Slayder. Nima bo'ldi? Slayder, janob mer, sen bu yerda nima yashiryapsan? Hech narsa. Nimaga unda sirli joy qilib olding? Bizga ko'rsatsin. Shu o'g'irlagan bo'lsa kerak. Men o'g'irlaganim yo'q hech narsani. Unda kirib tushib ko'rsam maylimi? Albatta, u yerda shunchaki dush bor. Dush? Rostdan ham bu yerda dush bor ekan. Hurmatli ham qishloqlar, qanaqasiga do'sh bo'ladi? O'zi aytib yurganda nimalardir shubhali-da shu bola. Mayli, menga ishonmasangiz, ana shu qishloqliklar orasidan bir xolis odam chiqsin-da men chiqay. Shuni ichiga kirib bir ko'rsam men chiqaman. Davay, kirchi jitel. Hozir qani nima ekan? Bu yerda rostdan ham do'sh ekan. Menga eng qizig'i suvni qayerdan olyapti? Do'shga qimmat o'zi gaz sveti, buni suvi bor. Men blogerman, pulim ko'p, lekin sizlarni o'g'irlaganim yo'q kartoshkangizni. Mayli, men ketdim. Men ham, hamma ketib qoldi. Men ham afsus jitellar, yaxshi hamki sabzi ekibman. Do'stlar, sal qoldi-ya. Jinurson albatta rejalar haqida baland ovozda gapirmaslik kerak edi. Bo'ldi, mana bu yerni yopamiz va bu yerda jimgina o'tirsak bo'ladi. Umid qilamanki, hojatxonada meni hech bo'lmasa eshitmaydi. Sizlar esa albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Shundagina balki kartoshka o'g'irlashga to'g'ri kelmaydi va mazza qilib yashashimiz mumkin bo'ladi. Bilasizlarmi? Biz hozir merga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Chunki boya ko'rdinglarmi, bir joy qolib ketdi, kartoshka ekilmagan, anoro terilmagan kartoshka ekilib turibdi u yerda, lekin biz hali terib olishimiz kerak. Shunga hozir merga qo'ng'iroq qilaman. Tak. O'zi qani ekan merni hozircha ko'rmayapti. Mayli. Shu meni hali sabzlarim o'sib chiqqani yo'q, chunki ularni ham terib olgandim o'tgan kuni va ekib qo'ygandim. Shuning uchun ham hozir merning yoniga borishimiz mumkin bo'ladi. Tak. Hamma jitellar menga qarashyapti. Men o'g'irlaganim yo'q narsalaringizni hech bo'lmasa. Shuning uchun ham menga bunda yomon qaramanglar. Bilmaymiz, tekshirmadik-ku. Uyimni tekshirib ko'ringlar istasangiz. Bo'pti, ishonamiz senga. Kartoshkalaringiz turibdi-ku. Shuni qo'riqlayapmiz-da. Qo'riqlayapsizlarmi? Shu balki Slayder ham bizga qo'riqlashsa yaxshi bo'lar, Yo'q, men albatta qo'riqlashsam yaxshi bo'lar, lekin ishlarim ko'pda, jitel. Uzr. Mayli, bo'pti, o'zing bilasan. Yordam bermading-a?
Bo'ldi do'stlar. Tak, ketdik. Jitellar, menga qaramanglar. Men o'g'irlaganim yo'q. Men o'g'irlaganim yo'q. Do'stlar, qo'riqlab o'tirishibdi. Qanaqasiga terib olsam bo'larkan, ha? Ha, do'stlar, axir biz merga qo'ng'iroq qilmoqchi edik. Tak. Xo'sh. Allo, janob mer, nima deysan? Sizni uyingizni yonidagi kartoshkani nima qilamiz? Nimaga kecha terib olmaganding uni? Endi charchab qolimda, tishin ursin. Hammayli men hozir qishloqliklarni qishloqdan chetda, o'rmonda majlisga yig'aman, sen tez terib ol, xo'pmi? Hammasini terib ol kartoshkani. Bo'pti. Hozir hammasiga chatda yozib yuboraman Telegramdan. Parol necha edi? Nima? Telegramga parol qo'ygandim. Bilmasam, tug'ilgan yilingizni terib qo'yingchi. Tak, 1981 yo'q, bo'lmayapti. Bilmasam, unda xotiningizni tug'ilgan yilichi. Xotinimning tug'ilgan yili xo'sh, qani 2013 yo'q, to'g'ri kelmadi. Nima 2013? Nima? Xotinim dedingizmi? Yo'q, xotinim emas, qizimni. Qizingizmi yo qizingizmi? Ishing bo'ldi, esladim, qizimniki ekan. Nima? Hech nima. Bo'pti. Davay kutaman. Hozir yozyapman chatga. Birdaniga голосовой tashlab yuboraman. Shunday qilib qoling, faqat tezlashing. Bo'ptimi? Bo'pti. Yaxshi do'stlar, endi esa mer chaqirishini kutamiz va ko'ramiz nima bo'lar ekan. Umid qilamanki, kartoshkalarni hammasini o'g'irlashga muvaffaq bo'lamiz va birgalikda maza qilib bo'lishlab olamiz. Xullas, ham qishloqlar meslarni bu yerda yig'ishdan maqsad shuki, jahli ko'p, jahli chiqib ketgan jitellar ham, hayron qolganlar ham ko'p ekan. Nima qilamiz endi janob mer? Bizmi? Slayder chiqibdi. Nima deysiz janob mer? Qanaqa slayder? Xullas do'stlar, mana men keldim. Endi hozir tezroq bu yerdan kartoshkalarni terishimiz kerak. Bo'linglar. Umid qilamanki, majlis tugab qolmaydi va bu yerda men hammasini terishga ulguraman. Bo'ldi do'stlar, hammasini o'g'irladik. Endi bu yerdan qochishimiz kerak. Qolmadi, hech qayerda qolmadi. Yaxshi. Boshqa joylarda kartoshka yo'q, hammasi terib olingan. Qolib ketgan joylar yo'q. Ajoyib. Endi esa bemalol biz kartoshka ishini yopishimiz mumkin. Endi bularni hammasini sotish uchun janob mer klientni olib kelsa va ana bu dushga qarab bergan jitel ham bizga yordam beradi. Shu bilan birgalikda biz endi boyib ketamiz. Tak, hech kim yo'q, ha? Stop do'stlar. Axir u yerda qutilar to'lib yotibdi. Menga qo'shimcha quti kerak. Bu yerda bor edi, mana buni ichida narsa bor ekan, hech qisi yo'q. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman va bo'ldi, ketdik. Tak, davay tezroq do'stlar, bularni hammasini hozir qo'yishimiz kerak, jitellar kelib olmasdan, chunki har bir soniya bu g'animat. Chunki jitellar kelib qoladigan bo'lsa yomon bo'ladi. Qayerga qo'ysam ekan, ha? Bilmadim. Shuncha kartoshka do'stlar, axir biz rosta kamiga boyib ketamiz yaqinda. Butun qishloqni kartoshkasi, tasavvur qilyapsizlarmi? Ha, bu o'g'irlik, lekin ilojimiz yo'q. Chunki shuncha katta pullar turibdi, burnimizning tagida. Nima qilamiz? Ulardan foydalanmaymizmi? Qanaqasiga foydalanmasligimiz mumkin? Ayniqsa jitellar do'stlar juda ham sodda xalq bo'lsa, ular terib olishadi, yana boshqatdan ekishadi. Hech qisi yo'q. Biz esa aqlli jitellar, masalan, mer va men o'zim o'yinchiman, ularni bo'lib olishimiz mumkin pullarini va mazza qilib yashaymiz. Chunki biz pullarni sarflashni bilamiz. Jitellar esa keraksiz narsalarni olib tashlashadi. Masalan, eski telefonlarni nimagadir sotib olishadi. Knopkali bor-ku, stolga qo'yiladigan trubkalik. Xo'sh, gap shundaki, afsuski pullaringiz qaytarilmaydi. Nimaga qaytarilmaydi? Biz nima qilamiz? Shuncha kartoshka ekkandik. Shoshmanglar, jitellar. Endi biz kartoshkasiz shoshmanglar, menga quloq solinglar. Pullaringiz, ya'ni qaytarilmaydi deganim, hozir qaytarilmaydi. Nima, qachon qaytariladi unda? Biz tushunmayapmiz janob mer. Bizni hozir qaytarilmasa qachon qaytariladi? Hayronman, shoshmanglar. Qaytariladi 5 yildan keyin, xo'pmi? 5 yil nima, merni tom ketibdi. Merni ag'darmasak bo'lmaydi. Mer, siz nima deyapsiz? Shoshmanglar, mayli. Unda 1 yildan keyin bo'ladimi? 1 yil ham uzoq, lekin 5 yildan ko'ra yaxshi-ku. Hada, merni ag'darishga ham to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi, men sizlarga 1 yildan keyin pulini o'z cho'ntagimdan qaytarib beraman. Chunki men yaxshi merman va balki o'g'irlarni ham toparmiz. Shuda o'g'irlarni topishni ustidan ishlang. Biz o'g'irlarni topganimiz bilan shuncha kartoshkani olib ketgan o'g'irlar kuchli bo'lishadi. Kuchimiz yetmaydi ularga. Xullas, bo'ldi, majlis tugadi. Mana bularni yig'ishtiringlar, qaytamiz. Bo'pti, menga yoqmadi. Pulimiz 1 yildan keyin. 1 yildan keyin. Bo'pti. Omon bo'linglar. Mening qishloqlik xalqim. Qoyil, ahmoq qildim. Quloqchasiga lag'monni ildim, hammasini roltinni ildim. Slayder turing. Nima bo'ldi? Tezroq tur deyapman. Janob mer, nima bo'ldi? Klientlar keldi, tezroq ana kartoshkalarni olib bergin, men esa pulni hal qilaman. Bo'pti. Siz nima qilasiz pulini? Bo'pti. Tak. O'zi qani ular? Chiqishadi, tezroq bo'lgin. Yo'q, qayoqqa chiqishadi? Hozir yo'lga chiqishgan. Kelib qolishadi. Sen kartoshkani tayyorla. Bo'ldi, shularning hammasi. Nech pul chiqarkin? Bilmadim, bu yerda hammasi to'lib yotibdi qutilar. Yaxshi, kelishamiz. Zo'r narxga tanishim.
puldan xavotir olma. Aha, bo'pti. Bo'ldi do'stlar, endi kelinglar bularni hammasini hozir terishni boshlaymiz. Buni qaranglar, qancha kartoshka, qiziq, uy sotib ola olarmikin? Buni o'ylashimcha bemalol uy sotib olishim mumkin bo'ladi agarda bularni hammasini sotsam. Qani kelinglarcha, hammasini hozir olib chiqishni boshlaymiz. Mana bunday sindirib olsamchi? Sig'may qolar ekan-ku, jiyan ursin, mana bunday qo'yib. Tak, yo-moyo, noto'g'ri ketdi do'stlar, yo-moyo. Hozir chiqishimiz kerak, tezroq g'oyib bo'lmasdan kartoshkalar va tak, kelishibdi. Mashinaga yukla. Hop. Jitellar, ha? Qo'yil. Hozir men quti olib chiqaman. Juni ursin do'stlar, men o'ylamagandim jitellar bu yerda jitellarni ustidan mashinniklik qiladi deb. Hatto axir janob merning o'zi shuncha bu qishloqdagi odamlarni mashinniklik qilib kiydirib ketyapti. Nima ham derdik oddiy jitellar haqida. Davay, mana buni hozir olib chiqamiz va mashinaning ichiga qo'yib beraymi? Ha, qo'yaver. Tak. Bunaqasiga qo'yilmayapti. Bir cheti chiqib qoladi. Chiqmasligi kerak-da. Hozir bu yerda nesi ko'rinmayapti. Bunday qo'ysam yaqin bo'lib qoladi. Ichkarida yana nimalar bor? Bochkalar bor. Aha, sen olib chiqavergin, biz ham yordamlashamiz kerak bo'lib qolsa. Yo'q, men o'zim tezda hammasini olib chiqaman. Hozir kirib chiqaversak, ortiqcha shum bo'lib yana uyg'onib ketmasin hech kim. Aha, xo'sh. Tak, qancha do'stlar, bir tarafdan hozir belim og'rib ketadi-ku bularni olishga. Mayli. Tak, mana bularni terib olay. Borini. Xo'sh. Jitellar, xullas, sizlar ikkovingiz orta qolinglar, bularni hammasini men hozir berim og'rib qoldi va janob mer xabar yozib qoldi, pulni hal qilishga chaqiryapti. Yo'q, seni ishchim degandi-ku. Men jin ursin do'stlar, bilib qolibdi-ku. Qanday qilib endi qochsam bo'lar ekan? Bekor boshdan aytib qo'ydim-da, o'zim tashlayman deb. Ha, mayli, tak. Ha, bo'ldi, janob mer menga yana hozir to'xtamasdan xabar yozyapti, kel deb. Mana bularni tashlay. Sen ishchimisan? Ha, ishchi degani endi o'ng qo'limanda. Bo'pti, bora qol. Aha. Mayli, omad yigitlar, pullarni bo'lishib olamiz. Mana shu yerga chiqib tushaveringlar. Qolgan kartoshka nima bo'ladi? Nima? Inventaringdagi. Hozir. Uzr qolib ketibdi. Mana olishingiz mumkin. Ha, bo'pti. Omad senga o'yinchi. Rahmat. Bo'ldi do'stlar, endi biz qutuldik, endi pullarni olamiz. Buni qaranglar, oy ham chiqib turibdi. Qo'yil, ana endi men aniq boyib ketaman bu qishloqda. Pulim